Murodjon ota, yaxshimisiz? Tuzuk rahmat. Qayerdan keldingiz ota? Men Farg'ona viloyat So'x tumanidan kelganman. Televizorda ham ko'rdim, boshqalardan ham so'radim. Men so'rab topib keldik shu yerga. Oyoq og'rig'i bor edi, bel og'rig'i bor, oshqozon ichaklarda shamollashlik bor. Kelganimizdan buyon mana hozir 4-kun bo'lyapti. Ancha o'zgarishlar bor. Sog'lig'imiz ancha tiklandi, yaxshi, bellari og'rig'i yo'q. Elektroforez olyapmiz, darsenval olyapmiz asabga, parafin, vanna, mineral suv, shularning ta'sirini bilinyapman. Birinchidan juda toza, ozoda joy ekan, shular yoqdi menga. Keyin ishchilarini, xodimlarini muomalalari juda yaxshi ekan, muomalalari ko'ngildan joy topadi hammalari. Shular yoqdi. Keyin ovoqollari ham juda yaxshi, tuyib olyapmiz. Boshqa joydan biror narsa yeyishga bizga imkoniyat ham bo'lmayapti, qovushimiz ham bo'lmayapti. Nimaga deganda chetda turib, maza qilib o'tiryapmiz. Nima lechenalarimiz juda yaxshi yoqyapti bizga. Hatto ignalarcha qo'yaptilar, juda yaxshi asablarga ham, boshqasiga ham. Xullas biz kelganimizdan mamnunmiz, xursandmiz. Shu yerda ishlaydigan hammalariga boshliqlaridan boshlab ishchilarigacha minnatdorchilik bildiraman. Barakalarini bersin, doim sog' salomat yursinlar hammalari. Rahmat ota, sog' bo'ling. Yana kelib turing ota. Xudo xolasi kelamiz endi. Xo'p, sog' bo'ling. Hammalaringizga.